Navbatdagi bemorimiz bizga beladagi kuchli og'riqqa, o'tirib turishga, yurishga qiyinlanishiga shikoyat qilib kelgan. Bemorda MRT tekshiruv qilganimizdan so'ng birinchi bel umurtqasida travmadan keyingi gemangioma hosil bo'lganligi aniqlandi. Bemorga yordam berish maqsadida vertebraplastika amaliyotini o'tkazishni reja qildik. Navbatdagi vertebraplastika amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorga javob beramiz. Hech qanday cheklovlarsiz hayot tarzini davom ettirish mumkin.